Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha biz baja uzubi bo'lyapmiz. Bugungi videomizda mana shu uzmeri ko'rib turganinglardek, men o'sha bola bilan birga bir tushdim. Lekin birga bir tushdim. Va uni hozir sizga ko'rsataman. O'yinda hammangizni kelayotgan yangi yilingiz bilan o'rnaklarim. Mana shu yangi yilda 7 deyman. Inosh akaga ham 5 kanada bitta 5 deyman. 100 kanada bit qo'shimlar. Biz ham bir bo'laylik. Chat o'zlari yaxshi ko'rgan o'yinlarni o'ynaylik. Chatda kommentariyalarda yozinglar. Mana birinchi kilimiz. Xohlagan o'yinlaringni yozib qoldiringlar, o'ynab ko'rishga harakat qilaman. 14-yanvar kuni Free Fire X Jujutsu kollaboratsiyasi bo'ladi. 14-yanvarni kutib o'tiramiz. Yanvarni kutib yashaymiz. Yanvar. Shamollab qoldim. E'tibor bermaysizlar. Shamollab qolgan taqdirimda ham sizlarga video qo'yayotgan o'sha bejizba. Acaba 5 dan dabit qilaylik obunachilar. Можно так делать? Xohlagan o'yinlarni o'ynashga harakat qilaman. Ko'tir deyslari, PUBG'dan tashqari. Biz Free Fire'chilar Free Fire'ga hech qachon xiyonat qilmaymiz. Akamiz, do'stimiz, dada tirakanlar. Qaranglar. Kim? Do'stlar. Xohlagan ismlar oxirgi shortimni kim izlaydi? Kimning harfiga qilay degandim. O'zlaringning ismlarining bosh harfida yozib qoldiringlar. Kommentariyada va ismimni topinglar. Hamma sinfdoshlarim aytib qo'yishga yo'q. Qisib turamiz. Yo'q, kemachasiga olib tashlayapman-da. Do'stlar, video ko'p bo'lib ketmasligi uchun sal shoshildim. Oxirgi videomi bugun Leo Cristiano Ronaldo Messi yozib qoldiringlar. Men shu yerda digildayib qo'ydim-da bitta. Zato 6 ga urdim. Jon oldim mana o'yinlarda. Uzmir o'zinglarga birga bir tushib ko'rishinglar mumkin. Agar 2-9 tonka oldim. Embrezenter oldim. Daxlim chiqmadi. Qaranglar, zo'r taktika shu yo'tib olasizlar. Hech ortishmaydi. Nega pritsel qilishlarda yo'q? Sanaymiz. 1, 2. Va shu yerda videomiz ham joy